Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Mana bir balkonimizga rashotkalarni olib keldik. Xudo xolasa o'rnatishda davom etyapmiz. Qo'llab-quvvatlab turasizlar, duoda bo'lib turasizlar. Mana balkonlarimizga xuddi shunday eshiklarni olib keldik. Rashotkalarni olib keldik. Xudo xolasa mana yerdan boshlaymiz balkonlarimizga. Lekin derazalarga rashotkalarni ham xudo xolasa tayyorlab olib kelib video qilib sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana xudo xolasa balkondaman. Mana shu rashotkalarni olib keldik mana aka-ukalar. Xudo xolasa mana shu ko'rinishda qilib tayyorlaymiz. Haligi xavfsizlik deb aytiladi-yu. Bola chaqalarga xavfsizlik bo'ladi. Mana shu kranchi akamiz xudo xolasa eson-omon ko'tarib bersa, xudo xolasa boshlaymiz biz. Qo'llab-quvvatlab turasizlar, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar. Doim sog' bo'linglar, duoda bo'lib turinglar. Olg'a O'zbekiston. Balkonga rashotkalarimizni qo'yish jarayoni. Xudo xolasa. Balkonga rashotkalarimizni o'rnashtiryapmiz. Bolalar xavfsizligiga xudo xolasa baquvvat qilib o'rnashtiramiz. Lappanglamay, qimirlamaydigan tashyapmiz. Atmosfera. Vaziyat atmosfera. Kesmekten muhtemelen. Like tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa qurish jarayoni.